Mana bu lentasini qoqib ko'ramiz. Mana sizlarga Jalolobod Nokentdan O'sh Tunikafonga maxsus nima deyapti chaklari? Menga lenta qo'y deyapti-yu. Lenta qo'yilgandan keyin kafilga o'xshab qoladi keyin. Patologga kafil qilyapmiz xullas, bunday qilib aytganda. Shofni ko'ryapsizlarmi? Lazerga gapiryapti-yu. Mana do'stim. Mana motomonda ham jinday qoldi endi. Bir ikkita chalalari bor, tunikani bukib olib berib olmadi. Yana keyin gapiradi bu ham.